Zulmatsiz, ochiq va juda chiroyli cho'ldagi qishloq. Lekin tunda u yerga shunaqa juda ham qo'rqinchli maxluq keladi va har bir qishloqini o'ldirishga harakat qiladi. Ko'ramiz uni qo'lidan nima kelarkan. Yo, what's up? Sizlar bilan mazadan va biz yana bitta horror modda yashab qolamiz. Bu o'tgan safargidan ko'ra ancha qo'rqinchliroq bo'ladi va tezda qishloq tomonga o'tamiz. Rostdan g'alatiroq qishloqmi? To'g'risi men cho'lni uncha yoqtirmayman, lekin bu yerda video olishimni so'ragandilaring. Mana o'sha video chiqyapti bolalar. Xo'p, bu yerda rosa ko'p ovqat bor va o'sha hamma ovqatni kesib olishga harakat qilamiz. Shundan noqislik bo'ladi, keyin har doim qonimiz to'q yuradi. Lekin iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying, sabab men 9-8 soatlab video qilaman, lekin hech kim obuna bo'lmaydi, like ham bosmaydi. Tezroq mingta bo'laylik va katta blogerlar qatoriga qo'shilaylik va shu videoga bitta like bosib qo'ysalaring, men juda ham xursand bo'lardim. Xo'p, endi biz shu ssenariyni kesib olamiz va bu menimcha men uchun yetarli bo'ladi. Xo'p, agarda yana seni ko'rib qolsak, yana kesib yuboramiz. Ha, g'alati logika, mayli. Menga verstak va kravat kerak bo'lgani uchun men tezda kirib olmoqchi bo'ldim va oldim ham desa bo'ladi-yu, lekin g'alati holatlar bo'lishni boshladi va bir martada verstak sinmadi. Ha, bu bug deb o'ylagan edim va balkim rostdan shunaqa edi. Balkim bu modni bir fishkasidir, lekin oxiri sindirdim-da verstakni va uydan chiqib ko'proq ovqat qidirishni boshladim va rostdan juda ko'p ovqat topdim-da va hammasini kesishni boshladim. Ha, bo'lar rosa ko'p ovqat bor ekan bitta va men o'ylaganimda tunda juda ham qo'rqinchli bo'ladi va menga juda ham ko'p ovqat kerak bo'ladi va bitta qani nima desam bo'ladi, bitta zagonchaga kirsam hech narsa yo'q ekanda, shuni chiqib yubordim-da. Xo'p, endi men hamma yo'lda qidirishni boshlasam, yana ovqat chiqib qolyapti, lekin undan oldin boshqa uylarga kirib chiqdim. Hech narsa yo'qmikan desam, bu qishloq juda ham ovqat ko'p, lekin qurumsoq ekan bolalar. Bitta ham sandiq topa olmadim-da. Bitta ham sandiq topa olmadim va keyin ovqat yeyishni davom ettiraverdim, sabab nima qilardim boshqa? Xo'p, men bu qishloqda hattoki golim yo'q ekan deb yursam, lekin bittasi bor ekan va men uni ko'rib qoldim, lekin keyinroq o'ldirishga qaror qildim. Chunki o'ldirganim men narsam yo'q edi va yaqin atrofda daraxt ham yo'q edi bolalar. Bu rostdan men uchun g'alati va qishloqda juda ham bu qishloqda yashab qolish qiyin va cho'lda ham o'zi olib qarasak, cho'lda ham juda qiyin va keyin men juda tez golimni o'ldirib oldim-da, qo'lda albatta va oxiri u o'ldi. Bu uchun juda ko'p vaqt ketdi, lekin muhimi o'ldi bolalar va eng qizig'i shundaki, menda keyin 5 ta nima yig'dim-da va daraxt terishni boshladim. Daraxt topa olmadim, lekin juda ko'p non qilishga qaror qildim. Ha, bu juda ham ko'p vaqt oldi va sizlar albatta 10x ta ko'ryapsizlar, juda tez. Va keyin уже ancha kech bo'lib qolgan edi. Kech bo'lib qolganini qarab, men daraxt qidirgani bordim va o'sha daraxtni topdim, lekin uni faqat sal tong otishigaroq topib qo'ydim-da, ancha qidirib yurdim va u yerda men o'lib qoldim va u kadrlar afsuski tushmadi va shunaqa qo'rqinchli maxluq keldiki, men o'zim qo'rqib ketdim va yana bitta og'zi ochiq jitel kirdida ikki tomondan meni urishni boshlashdi. Qanchalik bu halol edi va qanchalik bu to'g'ri edi, men bilmayman. Ikki kishi bir kishiga qarshi va meni qo'limda faqatgina temirdan qilingan qilich bor edi, xolos. Va keyin men shuni nonni yeb oldim-da, bularga tupurib qo'ygani daraxt kesaman desam, tupurib qo'ya olmadim. Ikkovsini ham qarab tura olmadim. Keyin daraxt sindirishimni boshlashimga meni urishdi va bu menga uncha jicha noqulaylik olib keldi-da. Ana jitel oxiri meni o'ldirishga qaror qilishdi va o'ldirishmoqchi bo'lishganda yo'lni ochib qo'yishdi-da. Men qochaman deb turganimda Minecraft bug bo'ldi va yana juda sekin yurishni boshladim va keyin nima qilishni bilmay qochdim. Qochsam orqamdan yugurishmagan ekan, lekin tepadan tushib ketib o'lib qoldim. Va shunday qilib tezda joyimga
qaytishni boshladim. Chunki baribir menga daraxt kerak edi va men birinchi o'rinda o'zimga qalqon qilishim kerak edi. Chunki bu tunda, o'tgan tundaqa bitta maxluq emas, juda ham qo'rqinchli videoni boshidagi maxluq chiqardi va men unga yaxshiroq tayyorlanishim kerak edi va o'shaning uchun men qalqonsiz uni hech qanaqasiga yuta olmas edim. Va keyin qarasam hammasi ketib yoribdi, hamma maxluqlar borib tezda o'zimni daraxtchami kesib oldim. Xudoga shukr, bu juda ham uzoq vaqt oldi. Lekin aniq qora maxluq kunduzi ham o'lmas ekan. Shapkali menmi, nima desam bo'ladi uni bilmayman. Lekin o'lmas ekan, hech narsa qilsangiz ham o'lmadi va keyin men borib o'sha tomondan qaytishga qaror qildim. Bilmayman, o'zimni qattimga sarguzashtlar qidirib yuraman, bilmayman, lekin o'sha odam meni sezib qoldi, kelishdi boshladi. Xudoga shukr unchalik tez emas ekan, lekin undan ham qo'rqinchli narsa. Aniqroq og'iz ochiq qo'y orqamdan yugurishni boshladi. U qo'yni ko'rsalaring sizlar ham qo'rqib ketasizlar va u juda ham tez ekan. Keyin men suvdan tezda suzib o'tdim, u suzishni bilmaydi deb o'yladim, lekin u suzishni bilmas ekan. Lekin teleport qila olar ekan. Men rosa qo'rqib ketdim. Lekin baribir suzib keldi, qarasam teleport qilishni ham bilar ekan, lekin keyin 3-litseodan urushni boshlaganimda uron yedimda, men tushundim, yuta olmayman dedimda, 1-litseo o'qib turib tepaga chiqib urushga qaror qildim. Chunki biz eng toza krisamiz. Tezda chiqib turib men o'zimcha endi o'ldirib olmoqchi bo'ldim, lekin u yo'qolib qoldi. Keyin mana kechqurun tushdi-da, cho'zmasdan bir qarasam mana bu maxluq paydo bo'libdi. Rosa qo'rqib ketdim, ko'rib to'g'risi, basharasi juda ham apti betidan ketib qolgan ekan. Rosa qo'rqinchli bu mod borib bilmayman. Ovozlari ham bir yoqmas, lekin zapisda yaxshi chiqmagan ovoz, o'shuning uchun qo'yish ilojisi bo'lmadi va 1,5 soat un bilan olishga qaror qildim. Ha, bitta-bittalab urdim va kallam ishlamaganda yonida turaveribman. Sal orqaroqga yursam o'zi kelardi ekan, lekin baribir keyin kallam ishlab ketdi. Tezda qildim deb u basharasi ketib qolgan maxluqni o'ldirishga qaror qildim. Bu Steve, lekin qonxo'r Steve-mi bilmayman, rosa qo'rqinchli ekan va juda ko'p vaqtdan keyin men kallam ishlab qoldi. Kravatimni shekka qo'yaman-da, o'lib qolsam, qaytib shu yerda tug'ilishimni qaror qildim. Xo'p, g'alati baglar bo'lyapti. Shu videoda yana bir marta yotib qoldim-da, Steve ketdi, men yutdim deganimda u paydo bo'ldi va yana urushga qaror qildim. Hali bu mishqa bilan men juda uzoq urushdim. Hisob ertalab tushdi, lekin oxiri men uni o'ldirdim. Yo, what's up? Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, bitta like, kanalimga obuna, sizlar bilan sizlar hammaga bo'pti.